Assalomu alaykum do'stlar. Topic Legend YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugundan boshlab darslarimizni ham boshlab olsak bo'ladi. Darsimizni boshlashimizdan oldin e, darsliklar ketma-ketligi, qanday o'tish tartibi haqida qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Hop, darslarimiz asosan o'rta hamda yuqori daraja uchun bo'ladi. Boshlang'ich darajadagilar bo'lganligi uchun boshlang'ich darajani Solta Hangugo hammamiz biladigan, hamma ko'p o'rganadigan Solta Hangugo 1A, 1B, 2A, ya'ni boshlang'ich daraja shular 2Agacha davom etgan. Ya'ni boshlang'ich darajani shu Solta Hangugodan o'tib darslarni joylab turamiz boshlang'ichlar uchun. E, O'rta hamda yuqori daraja uchun misol grammatik so'zlarni biz e, tartiblab chiqqanmiz, ya'ni bo'lim bo'limga o'tib ketganmiz. Hozir biz o'rta darajada o'tadigan 3 haftalik grammatikamiz birinchisi ko'chirma gaplar. Misol uchun shunaqa mavzularga bo'lib bo'lib o'tamiz. Ko'chirma gaplar alohida mavzu, sabab natijalar alohida, taxminlar alohida qilib turib shunaqa qilib bo'lib bo'lib o'tamiz. Adashmasam ko'chirma gaplar mavzusi 10 darsga to'g'ri keladi. Ya'ni kundalik hayotda gaplashishda umuman e, hamma tilda eng ko'p ishlatiladigan grammatik turlardan hisoblanadi. Shularni o'tib ketamiz. Hop, topikdan keladigan bo'lsak, topik ham bir, ham topik ikki darslari ham bo'ladi. Keyin orada KIP darslarini ham ko'ramiz, o'ylab ko'ramiz. Ha, batafsil ma'lumotlarni har bitta dars videosi oldidan batafsil tanishtirib o'taman. Hop, bugungi sizlarga o'tib bermoqchi bo'lgan mavzuyim o'rta darajalilar uchun. Hop, bir minut. O'rta darajalilar uchun ko'chirma gaplar o'tamiz. Ko'chirma gaplar odatda ikki xil bo'ladi. Birinchisi bevosita ko'chirma gaplar hamda ikkinchisi bilvosita ko'chirma gaplar. Bevosita bilan bilvositani farqi bor. Grammatikani ozroq farqi bo'ladi. Aa, Biz o'tadigan grammatika o'sha 10ta deyapman, misol uchun bu turdagi ko'chirma gaplar o'tadigan grammatikamiz 10tasi hammasi mana bu bilvositaga kirib ketadi. Kanjob inyong, ya'ni chikchob inyong bevosita, kanjob inyong degani bilvosita degani. Dars boshlashdan oldin birinchi bevosita hamda bilvositani qisqachadan aytib o'tmoqchiman. Bevosita degani ya'ni o'rtada hech qanday vositachi yo'q. Misol uchun deylikda siz o'qituvchingiz bilan ko'rishib turib, e, ertaga imtihonligini bildingiz. E, Siz o'qituvchingiz bilan bevosita, ya'ni hech qanaqa vositasiz, hech kimsiz bevosita ko'rib gaplashdingiz. Keyin mana shu o'qituvchining gapini boshqa kishiga yetkazib beryapsiz. Mana shu bevosita ko'chirma gap bo'ladi. Lekin siz e, o'qituvchi bilan gaplashdingiz bevosita, keyin uni do'stingizga aytdingiz, do'stingiz boshqa kishiga aytdi. Endi siz do'stingiz siz orqali eshityapti-yu. Ya'ni vositachi orqali eshityapti. Siz vositachi bo'lyapsiz bu yerda. Shuni sababli bu bevosita ko'chirma gap bo'ladi. Ya'ni do'stingiz o'qituvchidan bevosita imtihon borligini eshitmayapti, siz orqali eshityapti, ya'ni vositachi orqali. Mana shu bevosita ko'chirma gap bo'ladi. Biz oldinda o'tadigan, ya'ni 10ta grammatikamiz deyarli hammasi bilvosita ko'chirma gaplarga kirib ketadi. Darsni yakunida koreys tilidagi o'sha bevosita hamda bilvosita ko'chirma gaplarni ozgina farqini ko'rib ketamiz. Hozir bilvosita ko'chirma gapni eng birinchi grammatiklardan boshlaymiz. Xo'sh, o'ylaymanki ko'rinyapti. Ko'rinamiz. Hop, hammaga tanish bo'lgan grammatika. Birinchi fe'lga qo'shilishini o'tamiz, sifatga qo'shilishini. Tagohada, ya'ni hamma birinchi o'rgangan grammatikamiz tagohada sifatga qo'shilish shakli bo'ladi. Uh, Fe'lga qo'shilish shakli nima bo'ladi? N tago hamda nin tagohada bo'ladi. Ya'ni bu yerda patchim yo'g'iga qaraydi.
Otga buni belga qo'yib qo'yamiz. Fe'lga qo'shilish shakli deb turib. Otga qo'shilish shakli irago yokida rago hada bo'ladi. Hop. Qo'shilish shakllarini deyarli ko'p kishi bilsa, o'rta darajadagilar biladi. Lekin qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. A, Sifatga qo'shilish shakli misoldan ko'rib chiqamiz. Birola misoldan ko'rib chiqsak yaxshiroq esda qoladi. Sifat so'zlardan oladigan bo'lsak, misol uchun band degan so'z pappada. Pappada so'zi pappidadan ta'ni olib tashlaymiz hamda shunda nima bo'ladi? Pappi tagohada, ya'ni band bo'ladi. Band deb aytdi. Ya'ni hozircha deb aytdi deb tarjima qilib turaylik, keyin uni batafsil tushuntirib ketamiz. Hop. Ikkinchi sifat so'ziga qo'shaylikda, oryopda. Oryoptadan ta'ni olib tashlashdan, olib tashlashdan baribir ta bo'ladi. Oryob, oryob, tago, heo yoki hmm. Keyin yana bitta endi fe'liga qaytamiz. Fe'l so'zlaridan nima eng ko'p ishlatilgan bo'lsa, kada so'zi. Hop, mana bu yerda fe'lga qo'shish shakli ikki xil ekan. Nim bilan nan o'ziga tagohada, to'g'rimi? Hop, agar patchimi yo'q bo'lsa, na patchimga tushadi shunda. Shrif tashlab turib, kantago heyo bo'ladi. Shrif tashlamasdan turib. Kantago heyo bo'ladi. Hmm. Patchimi borlarga nim tagohada bo'ladi, ya'ni bu yerda mokta so'zida patchim bor. Patchim bo'lganligi uchun biz nin tagohadan ishlatamiz. Nin tago ishlatamiz. Hop, e'tibor bersak, sifatda hech qanaqa patchim bor yo'qligi hech qanaqa farqi yo'q. Tagohada o'zi qo'shiladi. Lekin fe'liga keladigan bo'lsak, bu yerda patchimi yo'q bo'lsa, n tagohiyo bo'ladi yokida patchimi bo'ladigan bo'lsa, nin tagohada grammatikasi qo'llaniladi. Hop, otga qo'shilish shakli. Misol uchun hakseng. Hakseng so'zida patchim bor. Patchim bo'lsa biz iragoni qo'llaymiz. Irago, heyo. Irago, heyo bo'ladi. Hop. Misol uchun shifokor Isa bo'ladi. Bu yerda patchim yo'q. Ragohada ishlatamiz. Isa rago, heyo bo'ladi. Hop, biz bu yerda har bitta so'z turkumiga qo'shilishi, ya'ni so'zga qo'shilish shaklini ko'rib chiqdik. Qanday qo'shilishini mana sifatga, fe'lga hamda ot so'z turkumlariga qo'shilish shaklarini ko'rib chiqdik. Hop. Endi grammatika haqida qisqacha tanishtirib o'tadigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, bu grammatikaga bilvosita ko'chirma gaplar bo'ladi. Ya'ni bilvosita ko'chirma gap degani boshqa inson orqali yoki ommaviy axborot orqali yoki boshqa kishi orqali eshitgan gaplaringizni, bilgan ma'lumotlaringizni boshqa insonga yetkazib berishdi. Shunday shunday deb aytdi deb turib yetkazib berayotganingizda mana shu grammatika qo'llaymiz. Mana shu bilvosita ko'chirma gap bo'ladi. Hop, misol uchun deylikda birma-bir mana bu so'z turkumlariga misollar tuzib ketamiz. Sujinin yonjahat. Sujining kyongjahat 공부가 어렵다고 했어요. Suji ya'ni iqtisodiyot o'qishi, ya'ni iqtisodiyot o'qish qiyin deb aytdi. Misol uchun siz Suji degan do'stingiz bor. Mana shu iqtisodiyot fakulteti o'qiyapti. Sizga aytyapti, iqtisodiyot o'qima, bu fanni olma, qiyin, o'qish qiyin deydi. Keyin siz boshqa do'stingizga yetkazib beryapsiz. Mana shu do'stim iqtisodiyot fakultetida o'qirdi, iqtisodiyot o'qish qiyin deb aytdi, deb aytyapsiz. Ya'ni do'stingizdan eshitgan gapingizni boshqa kishiga mana shunday deb aytib o'tdi deb turib, aytdi deb turib e, unga aytib beryapsiz. Bu yerda tarjimani deb aytdi deb ko'proq mos kelyapti.
hamma o'ziga mos tarjimani quyib oladi, lekin umumiy qoidaga tushsa bo'ldi. Ya'ni siz boshqa insondan yoki ommaviy axborot orqali bilgan narsangizni boshqa kishiga shunaqa deb yetkazsangiz bo'ladi. Hop, yana misollarga yuzlanamiz. Bu sifatga edi. Yoki aytishingiz ham mumkin. Do'stim bandman deb aytdi. Misol uchun, bugun kofe shopga dars qilgani boraylik, e, birgalikda desa, Suji bugun bandman deb aytdi deb tur. Papa tago hessoyo. Bandman deb aytdi deb tur. Chunki telefonlashganingiz yoki xabarlashganingiz u bandman deb aytgan sizga. Yetkazib beryapsiz shunda. Boshqa misollarga ham yuzlanamiz. Komilchinin ko'giril an hm, mong mongnin tago hessoyo bo'ladi. Hessoyo bo'ladi. Hop, ma'nosi nima bo'lyapti? Komilchi go'sht yemayman deb aytdi. Misol uchun, kechki ovqatga birga ovqatlanmoqchilar, birga ovqatlanmoqchilarda go'sht zakaz qilaylik, go'sht buyurtma beraylik, yoki go'shtli ovqat yeylik deganingizda nima aytasiz? Komilchi go'sht yeyman deb aytganda deb siz undan eshitgansiz go'sht yemasligini. Endi siz ham yetkazib beryapsiz. O'rtada vositachi orqali yetkazib beryapsiz. Vositachi do'stingiz. Do'stingizdan eshitgan inson boshqa kishiga yetkazib beradi. Shunda vositachi siz bo'lasiz. Siz mana shunday deb aytdi deb turib boshqa kishiga yetkazib berasiz degan ma'lumotingizni. Hop, bu fe'l so'z turkumiga misol edi. Endi biz ot so'z turkumiga bitta tuzib qo'yamiz. Yogiga hop, karimshiga cho'robhan aytyorago esoyo. Bu yer Karimshi bitirgan maktab deb aytdi. Misol uchun, birorta maktabga borib qoldingni, maktab ko'rib qoldingiz tanishingiz bilan yoki do'stingiz bilan. Shu yerda aytishingiz mumkin, bu yer Karimshi bitirgan maktabim deb aytganda deyapsiz. Ya'ni u bilan qachondir mana shu yer meni maktabim bo'lgan degan gapni eshitgansiz o'zidan. Endi siz ham yetkazib beryapsiz. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda e'tibor beradigan tomonimiz oxirida hammasi o'tgan zamon bo'lyapti, to'g'rimi? O'zi komboga oryaptaga hessoyo. Hmm? Ya'ni bu yerda oryaptaga heyo desa ham bo'ladi. Ko'pincha oxiri o'tgan zamon bo'ladi. Chunki do'stingiz aytib bo'lgan bo'ladi oldin. Misol uchun gaplashganingizda. U aytib bo'lgan, ya'ni o'qish qiyin deb aytib bo'lgan. Yana siz aytyapsiz, shundan o'qish qiyin deb aytganda deyapsiz. Shu o'tgan zamondagi eshitgan, bilgan ma'lumotingiz, gapingizni shunaqa deganda deb turib aytganingizda ko'pincha mana bu oxiri o'tgan zamon bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha o'tgan zamon ishlatamiz. Ba'zi hollarda, misol uchun adashib ketib, misol uchun gapirayotganingizda hakyoraga heyo desangiz ham xato bo'lmaydi, to'g'ri bo'ladi. Mana shu shaklda ham ishlatsangiz bo'ladi. Hop, bu hozirgi zamon shakli edi, bu grammatikamizni. Endi bu grammatikamizni o'tgan zamon shakli bor. Yani hozir bir ma'lumot o'rinda bir narsa aytib o'tmoqchiman. Koreys tilida e, hamma grammatika deyarli ko'p grammatikalarni hozirgi, o'tgan hamda kelasi zamonlar bor. Mana shu shakl tufayli ko'p kishi chalg'ib ketadi, ya'ni grammatika o'rganishda, boshqasida. Koreys tili grammatika tomonlarida mana shu tomonlar sal ya'ni zamonlarga bo'linib ketishi hamma ko'p grammatikalar. Hop, zamonlarga bo'linishini ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda o'tgan zamonni ko'rib chiqamiz. Hozir sifat bilan fe'lni o'tgan zamon shakli qo'shilishi bir xil. Assayo boru, misol uchun o'rganganmiz boshlang'ich darajada. Mana shu tagoni oldiga ot keladi. Ot het keladi. Tago hada bo'ladi. Mana.
At ot tago hada bo'ladi. E, ya'ni tagon oldiga at ot kelyapti, ya'ni o'tgan zamon shakli kelyapti. Hop, bu yerda bizda ya'ni e, otning o'tgan zamon shakli bor. Otning o'tgan zamon shakli bilamiz. Ot so'z turkumini o'tgan zamon shakli nima bo'ladi? Yotago yokida yotago hada bo'ladi. Ya'ni otning o'tgan zamon shakli uli undashga, ya'ni patchim bor yoki patchim yo'qligiga qaraydi. Patchimi yo'q bo'lsa yottago hada bo'ladi. Patchimi bo'lsa iyottago hada bo'ladi. Ha, bularga ham namuna ko'rib chiqamiz birma-bir. Sifat bilan fe'ldan boshlaymiz. Abojinin oxirida o'qiymiz. Hop, bu yerda sifatga misol. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, abojinin omoniga cholmon silta, chongmal yeb po'toga hansang malsimaseyo. Ya'ni otam har doim aytaylar, nima deydi? Onang yoshlik payti juda ham chiroyli bo'lganda har doim aytaylar, gapirib o'taylar degan ma'noda keladi. Ya'ni bu yerda yepida sifat so'z turkumiga o'tgan zamon qo'shilyapti. Bu sifat uchun misol edi. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda hozir tago hada dedik-ku, to'g'rimi? Lekin mana yerda yeppo tago turibdi. Tagoni o'zi. Ba'zi holatlarda hadani tushirib turib ishlatsak ham bo'ladi. Masalan, gap o'rtasida ishlatadigan bo'lsak, tagoni o'zini ham ishlatsak bo'ladi. Holatlarga qarab o'zgartirsak bo'ladi. Mana tago hadasi gap yakunida keladigan holatida. Hozir bu yerda gap o'rtasida kelib qolganligi uchun hada tushgan. Bu sifatga misol edi. Fe'lga ham tuzib chiqamiz. Oddiyroq misollardan. Hop. Bu yerda nima deyapti? Karimshining Syongjange kattaga heyo. Nima deyapti? Karimshi suzish basseyniga, ya'ni suzish havzasiga ketdi dedi. Ketdi deyishdi. Ya'ni o'tgan zamonda ketibdi. Hop, e'tibor bergan bo'lsak, bu yerda fe'l va sifatga e, patchim yoki patchim yo'qligiga qaralmayapti. Faqat zamonlarga qo'shilish. Misol uchun siz o'tgan boshlang'ich darslaringizda zamonlarga, ya'ni fe'l hamda sifat so'z turkumidan bilan zamonlarga ajrata olsangiz, bu yerda muammo yo'q. Unga to'xtalib o'tilmadi, chunki boshlang'ich darajada o'rganilgan. Hozir bu o'rta daraja bo'lganligi uchun mana bu zamonlar qo'shilishini maydalashga o'tirmaymiz. Hop, endi bizda ot so'z turkumiga qoldi. Unga ham bir misol tuzib qo'yamiz.
Hop, bizda oz so'z turkumiga misol nima bo'ldi? Ikkita misol bo'ldi, ya'ni pachim hamda pachim yo'qligiga qarab turib ikkita bo'ldi. I kongwanin yennare teakyo yottaga heyo. Nima deyapti? Bu bog' avvallari universitet bo'lgan deb aytishdi, ya'ni o'tgan zamon bo'lyapti. K saramil choy mannanin narin iriori rattoga heyo. Mana shu inson birinchi marta uchrashgan kuni qachon dedi? Yakshanba kuni deb aytdi. Bu ham o'tgan zamonda e'tibor bersak, pachimi yo'qki yottaga hiyo bo'lyapti. Pachimi borlarga yottaga hiyo bo'lyapti. Hop, endi bu o'tgan zamon edi. Endi bizda kelasi zamoni ham bor. Kelasi zamoni fe'l va sifatga qo'shilish shakli. Fe'l va sifatga qo'shilish shakli. Yana o'sha boshlangishdagi o'rgangan grammatikamiz kelib taqada illa ko'yayon o'tgansiz yoki illa grammatikasini o'tgansiz. Bu kelasi zamonni bildiradigan grammatika. Ya'ni ko'rago hada. Mana rago ragohadani oldidan ya'ni o'tgan kelasi zamonni bildiruvchi qo'shimcha illa qo'yilyapti. E'tibor bersak mana bu yerda o'tgan zamon qo'shimchasi ot qo'yilgan endi mana bu illa. Mana shu strukturani o'rganib olsak biz kelasi qolgan grammatikalarda ham qiynalmaymiz. Ya'ni ikkita uchta struktura bor, zamonlarning strukturasi. Mana shuni o'rganib olsak uncha qiyin bo'lmaydi. Illa ko'rago hada. Hop, fe'l va sifatga illa ko'rago hada ekan. Yana bitta qo'shim shakli bor. Mana bu shaklda ham ishlatkisi bo'ladi. Ket, ket qo'shimchasi ham get mana bu. Kelasi zamon bildiradi, to'g'rimi? Get hada. Get hada. Get tago hada. Bu ham kelasi zamon qo'shimchasi. Fe'l va sifatga bir xil qo'shiladi. Misollar. Misol uchun sovuq. Chul, ko'rago hada. To'g'rimi? Misol uchun ob-havo yangiliklari eshitdingiz? Ertadan boshlab sovuq bo'ladi deb aytishdi, dedi ob-havo yangiliklar. Siz eshitdingiz. Keyin do'stingizga yoki oyingizga kimnidirga ob-havoda ko'rgandim, ertadan boshlab sovuq bo'ladi deb aytishdi. Nel butto chul ko'rago hessoyo. Misol uchun ilgi yeboril ponika nel butto chul ko'rago hessoyo. Ob-havo yangiliklarni ko'rgandim, ertadan sovuq bo'ladi deb aytishdi. Ya'ni kelasi zamon erta deb, ertaga hali kelmadi. Shuning uchun kelasi zamon ishlatamiz. Hop, ketdaga qanaqa qo'shiladi? Shu chupda so'zi. Chup ketdago bo'ladi bizda. Chup ketdago hada bo'ladi. Chup ketdago hada. Mana bu zamonlar o'zgartirilaveradi. Misol uchun chul karogo hesse, chul koraga yoki chup ketdago heyo. Shuni deb ishlatsak bo'ladi. Hop, fe'llarga ishlatamiz. Mokda. Mogul ko'rago hada, mogul ko'rago hada. Ya'ni bu yerda patchimi borligi uchun il ishlatamiz. Patchimi yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Poda so'zi. Ma'nosi keng, ko'rmoq eng ko'p ma'nosi pol ko'rago hada bo'lyapti. Misol fe'l uchun qanaqa misol aytsa bo'ladi? Fe'l uchun misol uchun kyosunimi tamchue shihoma shihomil polkorago hashassoyo. Ustozga nisbatan nima deydi? Hurmatli shakl mana. Kyosunimi mana iyi chiqdi. Kyosunimi tamchu shihomil polkorago hashassoyo. Siz o'qituvchi bilan gaplashgansiz. Keyin siz ham guruhdosh do'stlaringizga aytyapsiz. Professor yoki o'qituvchimiz kelasi hafta imtihon topshirasizlar deb aytdilar. Bu kelasi zamon shakli edi. Kelasi zamon shaklida hozir mana bu yerda kettani qo'shib qo'yaylik bitta. Misol uchun mogul ko'ragahada bo'lyapti. Kettagahada qanaqa bo'ladi shunda? Mok kettago bo'ladi. Mok mok kettagohada bo'ladi. Hop, shunaqa shakl edi. Hop, hozir sizlar bilan birgalikda mana shu
birinchi darsimizni kirish qismida, ya'ni bilvosita ko'chirma gapni kirish qismini tagohada, nin tagohada, iroga ragohadani uchta zamon shaklida ko'rib chiqdik. Ya'ni hozirgi zamon, kelasi hamda o'tgan zamonlarni hamma so'z turkumlari qanday shaklda qo'shilishini hamda qisqacha qoidasi haqida ko'rib chiqdik. Endi biz koreys tilida bilvosita ko'chirma gap bilan bevosita ko'chirma gapni farqini ko'rib chiqamiz. Farqi nimada? Keyin qanday ishlatiladi? Farqini ko'ramiz. Farqi. Hop. Hozirgi misolimiz namunasini olamiz. Qaraymiz. Misol uchun, siz o'qituvchi bilan gaplashdingiz. O'qituvchi aytyapti-da, professor, kelasi hafta imtihon topshirasizlar deb aytdi sizga. Keyin siz uni e, boshqa kishilarga bevosita ko'chirma gap yokida bilvosita ko'chirma gap qilib yetkazishingiz mumkin. Birinchi biz hozir o'rgangan bilvosita ko'chirma gapni qanday shaklda bo'ladi, o'shani yozamiz. Pyo'sinomi hop, pyo'sinomi tamchue shiomil pol ko'rogo hashossoyo. Professor kelasi hafta imtihon topshiramiz deb aytdilar. Yokida pol ko'rogo desa ham bo'ladi. Pontaga hashossoyo desa ham bo'ladi mana bu yerga. Misol uchun illa ko'ragoni ham ishlasangiz bo'ladi, pontago xatini ham ishlasangiz bo'ladi. Shu shaklni ham aytib ketaylik. Pontago. Bitta shaklda. Hop, bu bilvosita ko'chirma gapi. Endi bevosita ko'chirmada nima bo'ladi? Qanday shaklda bo'ladi? E'tibor berib turamiz. Hop, mana yozdik. E'tibor beramiz endi yaxshilab. Mana yozgan misolimiz ham hozir. Mana to'g'irlaymiz. Mana bu yerda to'g'irladik. Hop, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu bilvosita, mana pastdagi bilvosita edi. Hop, ikkala ma'noda ham kelasi hafta imtihon topshirish ma'nosi ketyapti, lekin gapirishda farqi bor. Bevositada eshitgan gapingizni hech qanaqa qoldirmasdan to'g'ri yetkazish, hech qanaqa gapini o'zgartirmasdan. Misol uchun, ustoz nima degan aytgan gapi bo'lsa, hech qanaqa gap qo'shmasdan to'g'rimi-to'g'ri yetkazib berishingiz kerak. Gap qo'shilmaydi umuman. Bilvositada umumiy ma'noni yetkazsangiz bo'ldi. Misol uchun, boshqa so'zlar ishlatasizmi, boshqa gaplar ishlatasizmi, ma'noni yetkazsangiz bo'ldi. Ma'no nima bu yerda? Imtihon topshirish, kelasi hafta imtihon topshirish. Ma'no shu, ma'noni yetkazsangiz bo'ldi. Lekin bevositada biz gap ko'chiryapmiz-ku, boshqa kishini gapini ko'chirayotganda xuddi shunday ko'chirishimiz kerak. Keyin biz uni ko'chirganimizni belgisi bor. Belgi qilib qo'yiladi. Ya'ni bizda nima deydi? Mana bu qo'sh tirnoq ochiladi. Qo'sh tirnoq ochiladida, keyin oxirida rago hashosi, rago ishlatiladi. Bevosita ko'chirma gaplarimizda biz ragoni ishlatamiz. Esdan chiqmasin.
O'chib ham ketdi. Qaytadan yozamiz. Hop, mana bu bevosita edi. Bevosita. Mana bu yerda bizda nima bor edi? Qo'shtirnoq bor edi. Mana bu yerda ham omni dedida qo'shtirnoq bor edi. Bevosita ko'chirma gaplar qo'shimchasi oldiga rago qo'yiladi. Doim rago. Э, Universitetda ham o'tasizlar, ya'ni universitetga kirsani tak Vegun Vaksingilgan tak Kilsigi degan fan bor. Mana shu yerda misol uchun hisobotnoma yozasizlar, birorta matn yozasizlar, qanaqadir insho yozasizlar-yu, shu internetdan boshqa veb sahifa orqali topasizlar shu maqolani. Ko'chirishda ikki xil shakl bo'ladi. Shu bevosita hamda bilvosita bo'ladi. Agar siz o'sha matnni to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa o'zgartirishsiz ko'chirsangiz, bevosita ko'chirma gap bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqa qilib belgi qilib qo'yiladi. Qaus qo'shtirnoq ochasiz, keyin oxirida ragoni ishlatasiz. Lekin siz topgan ma'lumotni xuddi shunday ko'chirmoqchi emassiz, o'zgartirmoqchisiz. Lekin ma'no mazmunni bir xil qilmoqchisiz, lekin o'zgartirib grammatikalarni, so'zlarni o'zgartirmoqchisiz. Mana shu bilvosita bo'ladi-da. Bilvositada hozir aytib o'tganimdek, mana bu shaklda bo'ladi. Umumiy bilvositada ma'no bir xil bo'lsa bo'ladi. Ma'noni yetkazish bo'ldi. So'zlarni o'zgarib ketadigan farqi yo'q. Mana Gyosunimi tamchi shamil pontagash so'yo. Hop. Bu bitta misol. Endi boshqa misollarga ham o'taylikda. Hop. Borib beramiz. Bevosita ko'chirma gaplarni biz nima dedik? Qo'shtirnoq ochamiz dedik. Qo'shtirnoq bo'ladi. Hop, mana. Hop, e'tibor bersak, chingoni nayiga tamchi so'riyil chuketta rago essoyo. Chukettago essoyo. Nima bo'lyapti? Bu yerda do'stim menga kelasi hafta hujjatlarni beraman deb aytdi. Bu yerda ikkita gap bo'lyapti. Ya'ni ko'chirma gap ikki xil shakli. Bevositada to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa gaplarni o'zgartirmasdan yetkazyapsiz. Bilvositada siz o'zgartirib gapiryapsiz. Hop, bu nima uchun muhim deydigan bo'lsak, ertaga matn yozasiz, CV yozasiz, boshqa narsalar yozganingizda gapingizni ko'chirganingizni yoki ko'chirmaganingizni yoki ko'chirgan bo'lsangiz to'g'ri ko'chirganingizni yoki o'zgartirib ko'chirganingiz belgi qo'yishingiz kerak. Agar belgi qo'ymasangiz, u nimaga kiradi? Piyojolga kiradi. Ya'ni o'g'irlagan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ko'chirib qo'ygan, o'g'irlagan ma'nosi kiradi matnda. Shunda balansi qisqarib ketishiga sabab bo'ladi. Bu grammatika odatda maragiyda kamdan kam ishlaydi. Ee, Kelasi darsimizda xuddi mana shu grammatikani suhbatlashishda ishlatiladigan qisqa shaklini o'tamiz. Lekin buni ham bilish kerak edi, chunki biz yozishda ishlatadigan grammatikamiz. Keyin gapirishda ham ishlatsangiz bo'ladi. Gapirishda ham ishlatish xato emas. Lekin
ilsan senxualda, misol uchun ilsan senxualda qisqacharoq, misol uchun kantago heyo deb turib uzun gapirmasdi. Kandeyo deb turib qisqa shaklda ishlatiladi. Mo'ngnundeyo yoki amo'ngnundeyo deb turib qisqa qisqa gapiriladi. Mo'ngnun tago heyo yoki mo'ngnun tago hessoyo deb turib o'tirilmaydi. Misol uchun qisqa qilib turib mo'ngnundeyo, amo'ngnundeyo deb turib qisqa qisqa gapiriladi. Misol uchun moraga hessoyo, nima deb aytdi degan so'z bor, to'g'rimi? Moraga hessoyo mana ko'chirma gap. Ragohadan o'tdik hozir. Moraga hessoyo degan nima degan? Mo'ragasi nima dedi degan ma'no, to'g'rimi? Kundalik hayotda qisqa shaklda nima bo'ladi? Moreyo bo'ladi. Moreyo. Mm. Nima dedi degan ma'no keladi. Shu kelasi darsimizda shu ilsan sinxvalda ishlatadigan ko'chirma gaplarni grammatikasini o'tib ketamiz, lekin buni ham bilish kerak edi. Hop, yana bitta misol bilan tugataylikda, mana bu bevosita hamda bilvositani. Mm. Umumiy kesonim o'ylaymanki tushundinglar bu qaysi ko'chirma gapligiga. Bu bevosita edi. Ya'ni biz bu yerda qo'sh tirnoqlar ochib ragohada ishlatyapmiz. Ragohada fe'lmi, sifatmi hammasiga bir xil ishlataveramiz, ya'ni bevosita ko'chirma gaplarimizda. Lekin bilvosita ko'chirma gaplarimizda uni sifat so'z turkumiga qarab turib hamda patchimi bor, patchimi yo'qligiga qarab turib qo'shimchalar har xil edi. Shu tomonlari bor. Biz boshida o'tdik bu darsimiz boshida. Hop, bilvositada shunda nima bo'ladi? Yepi tago hashassoyo kiydi, hessoyo. Hashassoyo bo'lsa hurmat shaklida bo'ladi. Mana. Omoni kesonin ayiga ko'chi cham yepi tago hashassoyo. Ya'ni oyisi bolasiga gul juda ham chiroyli ekan dedi. Buni bilvosita bo'lyapti. Bilvosita bo'lyapti shunda. Hop, yakuniy xulosa go kanjob yozib qo'yamiz daftarlarimizga. Kanjob inyon bilvosita, ya'ni bilvosita ko'chirma gapimiz bu go bo'ladi. Chik-chop inyonimiz, ya'ni bevosita ko'chirma gapimiz. Chik-chop inyonga rago bo'ladi. Mana farqi. Bilvositaga go, chik-chop inyonga rago bo'lyapti. Mana bu yerda yepi tago go turibdi-yu. Nimaga tago emas deydigan bo'lsak, ertaga biz bilvosita ko'chirma gaplarni savol shaklida kelishi, taklif shaklida kelishi, inkor shaklida kelishi, hayratlanish shaklida kelishi, yana boshqa boshqa shaklda kelishda tago bo'lmaydi, u yerda go bo'ladi hammasi. Misol uchun qisqacha aytdim, taklifda kajago heyo bo'lsa, shunda tago yo'q, to'g'rimi? Jago turibdi, chago turibdi, o'shani go turgan, o'shani hisobiga adashmaymiz. Tago emas, go bo'ladi. Bevositaga rago ishlatiladi. Bugungi o'tgan darsimiz darakli ko'chirma gapidir. Kelasi darslarimizda aytib o'tganimdek so'roqlik, takliflik, inkoriy, hayratlanish hamda boshqa 10 ga yaqin bo'lgan bevosita ko'chirma gaplar grammatikasini o'tamiz. Hozirgi o'tgan darslarimizni daftaringizga yozib qo'ying. Bilmagan, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Mana shu o'tgan grammatikamizga kommentariyada gap so'rab qolamiz. Gap so'z tekshirib chiqamiz.
Do'stlaringizga ham ulashing. Kelasi darslarda ko'rishgungacha, xayr, kelasi darsda ko'rishamiz.